Mana qiyollar sotuvda. Kimdaki qiyon olmoqchi bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ismim Abbos, har doimgidek Abbos deb telefon qilib qiyon so'rasanglar, ayol desangiz ayoldan bor, erkak desangiz erkakdan bor, hammasidan topib beramiz. Mana shu yoqqa 26 ta bor. 26 ta mana katechalarning ichi 1 metrga 1,5 metr. Mana tashqari holati. Tuqqan vaqti kichkina edi, endi kattarib joy to'g'rilay qilyapti. Endi joyni kattartiramiz. Kichkinachalik vaqt ajratib qo'ygan edim. Mana tepangi holatlari. O'sha qiyollar hozirgi video qilgan videoni uzmas mana ko'rsatib o'tib ketay. Shu 1 metrga 1,5 metr joyga 26 ta qiyonni qanday sig'dirgansiz, nima qilib qolmayman deganlar. Joylarigina oddiy usulga boqish. Mana shu qiyollar. Ko'zi qizil, yaxshi, zotlari ham yomon emas, prosta emas. Hozir onalarini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Joylarigina usulga boqamiz biz. Hozir onasini joyini ko'rib hayron qolasizlar. Mana xonaki tovuqchalar ham bor, xonaki. Manaki hammasini bo'lay mana parnichaday qilib onasini qo'yib qo'yibman. Ana shu yoqqa ham bittasi. Bu ana shu yoqqa ham bittasi. Ochamiz. Yomg'irga salapan yopib qo'yganman. Mana ke taxtachasini olamiz. Ha, kis kam ko'malarni to'kib tashlabdi. Bu ham tug'ish arafasiga turibdi. Tug'adi nasib bo'lsa. Joychalari ubetga raddim xonachalari. Buni ham kataychasi 1 metrga 1,5 metr joy. Uzunasi 1 metr chiqadi. 1,20 1 metr chiqadi. Bunaqasi 1,5 metr. Mana oddiygina sharoitga shu quyonni ballari. Mana shu onasi. Ballarini sotamiz. Hali anchaqqa tug'adi. Joy qilib qo'yibdi taxlab. Tuqqan paytini ham video qilib ko'rsataman. Mana katecha sharoitchalari. Oddiy pishig'ishda terib qo'yibman. Bezlaysiz. Hozir nargisini ko'rsatib o'tib ketaman. Shuni ham ko'rasizlar. Yopaylik buni. Managa yopib qo'yisham. Hammasini kataylarning usti salaballar, narsalar yopib qo'yilgan. Unisini ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Managa onasi chiqib yuribdi. Bunisi tuqqan. Balachalarni ham sotamiz nasib bo'lsa. Bitta kattaroq bo'lsa. Mana ko'zchalari ochilib, o'zi 8 ta tug'ibdi. 8 ta tug'ibdi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. 4 ta qara, 2 ta oq, bitta sarg'imtir alacha. Managa. Mana shu onasi. Ona qiyonimiz ana shu onasi. Mana katay oddiygina ustiga xaltalar solib qo'yibman, blokdan terib. Vaqtincha oddiygina usulga qiyon tug'dirish problemali joyi yo'q. Katay qilishim kerak. Unda qanday boqsam bo'ladi deganlar. Oddiygina uydan chiqqan bloklardan shunday terib taylanadi. Men mollarni
chiqarib yubordim, dalaga ketdi. Endi shag'di nasib bo'lsa, mana shu kurkalarni olib kelib, mana shu yerga tuxum bostirish planimiz bor. Buni yopib qo'yamiz. Buni kataychasini yopib qo'yamiz. Mana shunaqa gaplar, jigarlar. Bularni ham kelishtirib beraman. Kichkina kattasi, bana kattalari. Mana shu oq quyon bilan qora quyonni ballari 26 ta. O'tgan safargi tuqqan ballari. Bittasi 11 ta tug'di. Bittasi 13 ta tug'di. Bu safar buni 8 ta tug'ibdi. Unisi lekin doimiy necha partiya tuqqan bo'lsa ham 13 ta tuqqan. Mana shu joylarimiz. Olmoqchi bo'lganlar ham mana bu yerga chuvalchang ishlangan, chuvalchang ishlagan nuridan ham bu. Kimdagi dehqonchilikga ekim-tekim qilaman desa, mana shu hammasidan bu yerga mana shu chuvalchanglardan ishlangan nurlardan ham bu. Mana qulupni nexollarimiz ham bu. Baqqa ham bu yerga tayyorlangan. Nurisi mana ishlab tayyor, qara chirik nuri. Hammasidan bu. Mana jo'jalarimizga xonaki tovuqchalar qilib qo'yibman. Tuxumliga. Mana xonaki tovuqchalar 10 ta. Mana shunaqa gaplar, jigarlar. Mana shu mana kimdagi qulupni olmoqchi bo'lsa, mana qulupni ko'chat sotuvda 2025 26 mart sanasi. Bugun 26 mi 27 mi? Mana bag'laga ham qulupni ko'chatlarni ko'chirtirib kengaytirib boryapman joylarni. Shunaqa gaplar, jigarlar. Kimdagi olmoqchi bo'lsa, o'zim har doimgidek Abbos telefon qilaverasizlar. Kimdagi olmoqchi bo'lsa, ko'chatlar mana shunday holatga taxlab beramiz. Mana shu bitta dona nehol ko'chatimiz. Ana shu turishi, ana shu yerdan kovlab olib beraveramiz. Shunaqa gaplar. Ana shuni bir donasi mana gullab o'zi hosilga kelib qolgan. Mana bu yog'imiz nuriga ekilgan. Bir donasi mana yerdagilar. Boyana kurkalar chiqarilgan holim uchastkam edi. O'sha yerga qo'yilgan baqqa qulupni nehollar ekilganligi uchun, baqqa qila olmaganligim uchun ko'chat qilganman baqqa. Baqqa yerli, maydonli, kattalik uchun, turpoqli yer, istashga qilinmagan yerlik uchun kurkalarni qo'yurmasa bo'lmaydi, o'zlaringiz bilasizlar. Shu uchun uchastkaga qilganman parrandalarni baqqa ko'chat. Kimdagi olmoqchi bo'lsa, mana shunaqa ko'chatlar sotuvda. Bahosini, narxini kelishaveramiz. Mana. Abbos deb telefon qilaverasizlar. 91 473 0509 ga murojaat qilaverasizlar telefon.